Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana yana bitta zakazimizni o'z egalariga topshirdik. Shkaflarni shu razmer bo'yicha yasab berganmiz. Eniga 3,5 metr, balandligi 270. Shkafimizga keladigan bo'lsak, yonlari rossiyskiy laminat, fasadlari krashenniy MDF. Pastki eshiklarini kupedan foydalandik. Tepa eshiklarini ochiladigan qilib berdik. Tepaga ortiqcha narsalar tepada turadi. Pastki eshiklarni ikkita chetini kiyimladigan qilib berdik. Ikkita o'rtasi polka bo'ldi. Orqada fortishkalari bor edi. Fortishkalari ochiladigan bo'ldi. Bemalol uyda havo aylanadi. Relslarni turetskiy rels qo'ydik. Tilla ruchkalardan foydalandik. Relsdan chiqib ketmaydi. 100% garantiyalanib beramiz. Ikkita chetiga sef qo'yib berdik. Hujjatlar uchun sef. Oynalarni rumdik shaklda chizib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa 99lik 646 55 44